Aytdim 6 oyda bir jo'natmaydigan pismiq xudo xola qaylardan ham jo'natdi ekan desam, kasal qilib moyib bo'lgandan keyin jo'natdi-da. Qaynonamga gapdakkina mazam yo'q duvdim. Borib ayangiznikida davolanib keyin deb jo'natib yubordi. Voy sho'rim. Ha, ay annamang, xudo xola biz uyda sanatoriya deb o'ylaydik-ku. Bu pochchamdan boshgan qonni qopdi, har kuni oyoqda turaman yeb ichib kelishni biladi. Lekin shu opamga ikkitagina tabletga abrishga kelganda sharoiti bo'lmay qoladi. Anali javoblaring chiqibdi qizim. Qon kam, davleni oshgan, oyoqda revmatizm, belda grija. Oho, bitta turib tog'da talqon qiladigan opamni 6 oyda shaptali qoqib qo'yibdi-ku bular. Yana bitta mol sotib davolat ekanmiz-da. Mayli, oping tinch yashasa bo'ldi. Borib hamsoyalardan yana qarz so'ra. Hamsalardan qarz so'raguncha xudo xola bilan pochchaga ilsab so'rasam bo'lmaymi? Parashut qayda? Ha, opa parashutlar o'tkazida qolib ketgan-ku. Hozir 3 tasi birda bo'lgan ameli kapsulalar printda-ku. Ham oqartiruvchi, ham xushbo'ylantiruvchi xususiyatga ega. Ham anchaga yetadi. Undan tashqari idish yuvish uchun gellari, mebeldagi, oynadagi dog'larni ketkazadigan spreylari ham bor. Respublikamizda hamma do'konlarda bor. Hozir hamma ayollar ameli mahsulotlarni ishlatyapti. Siz borib yotavering, idishlarni o'zim yuvib qo'yaman. Meni shuncha yaxshi ko'rasanmi, ukajon? Yaqin o'zi kasal bo'lsangiz, foydangizdan zararingiz ko'p bo'lmasin yana. Ayancha tuzalib qoldim. Kelin narsalaringizni yig'ishtiring, ketdik. Mana mo'min chaqirasiz, eshakda ishxolat go'sht harom deganda, opam kasal bo'lib qolsa biz aka jo'natib berishni bilasiz. Tuzalish bilan o'chib kelganingiz bo'laymi? Yartakkina uyat bormi? Ha, endi kelin bo'lgandan keyin xizmatni qiladi-da. Kelin degan qul degani emas, bu ham odam. Qichab yuring, hali paxta cho'qqa ham chiqishingiz kerak. Zing'illang. Ha, onasi demsa, kelin qilgancha yarim kilo qurtlagan rashk kamput ko'tarib, har ikki kilo kelib bezor qo'yaradi. Kelin robotdek xizmat qilib tursa zo'r, kasal bo'lib qolsa pussasiga chiqib qolar ekanda. Momaycha.